Aka, men alimentlarni o'z vaqtida to'lab kelaman, lekin ayolim meni otalik huquqidan mahrum qilmoqchi. Bu qonunan to'g'rimi? Oila kodeksining 79-moddasiga ko'ra, quyidagi hollardagina otalik huquqidan mahrum qilish mumkin. Ota-ona majburiyatlarini bajarishdan bosh tortsa, shu jumladan aliment to'lashdan bo'yin tovlasa, uzrsiz sabablarga ko'ra o'z bolasini tug'ruqxona yoki boshqa davolash muassasalaridan tarbiya, aholi va ijtimoiy himoya muassasalari va shunga o'xshash boshqa muassasalardan olishdan bosh tortsa, ota-onalik huquqini suiiste'mol qilsa, bolalikka nisbatan shafqatsiz muomalada bo'lsa, mutassil ichkilikbozlik yoki giyohvandlikka mubtalo bo'lgan bo'lsa, o'z bolalarining hayoti yoki sog'lig'iga yoxud eri, xotinining hayoti yoki sog'lig'iga qarshi qasddan jinoyat sodir qilgan bo'lsa, albatta bularning barchasi sud tartibida amalga oshiriladi va otalik huquqidan mahrum qilinadi. Agarda sizda bunday holatlar mavjud bo'lmasa, sizni otalik huquqidan mahrum qilinishi mumkin emas va bu qonunan to'g'ri kelmaydi.